Xitay Beyjingda məcburi əmgək talant-tarajni kengaytishga aloqador yig'in ochdi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan jinoyatlari, son-sanoqsiz jinoyatlarning ichidagi məcburi əmgək masalasi, boyliqlarimizni to'xtamay talant-taraj qilish masalasi hammamiz biladigan, har qatim bunda xabarlar chiqqan vaqtida qalbimizdagi dushmanga bo'lgan o't, g'azab, nafrat kuchaydigan bir masala bu. Yana bu 13 mart günü Beyjingda atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hökumət və diviziya Goviyan Dövlət Mülkünü Nazaret Qilish Başqurush Komiteti 2026 yılıq mərkəz karxanlarının irqi qırğınçılıq davamlaşıyotgan Şərq Türkistanğa məbləğ selişiga aloqador yig'in ochilgan bo'lib, məbləğ sommaning 170 milliard yuanga yetadiganligi mo'ljallangan. Xitoyning ichidagi karxanlar vatanimizga atalmış məbləğ salimiz u deb bu bahona bilan kirib talant-taraj qildigan asosli shirkatlar, karxanlar. Xitoy tashviqot vositalarining xabarida qayd qilinishicha, shu yig'inda Xitoyning 14-5 yillik plan mezgilida jami 1 trillion 90 milliard yuan mablag' selishni tamomlaganligi tilga olingan. Har qatim biz deb kelyapmiz, hammalar bilasizlar. Xitoy agar bir sonni e'lon qilgan bo'lsa, uni eng az 10 ga 100 ga ko'paysakmi ozlik qildi. Asla rasmiy to'liq sonni bermaydi. Ammo Xitoy e'lon qilgan sonni qarasimi, qo'rqinchli sonlar. Talant-taraj qilinayotgan, bulantalan qilinayotgan sonlar. Bu bizning vatanimizningki boyliqlari bu. Söhbət yig'indan ilgari atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hökumət və diviziya 18 mərkəz karxanası bilan hamkorlik kelishimi imzolagan. Bular energiya, qazilma boyliq, hisoblash iqtidori, yasamachilik qatorliq sohalarni o'z ichiga olgan 92 turga chetildigan bo'lib, Sharq Turkistonda taxminan 170 milliard yuan kasb selinmasini tamomlash mo'ljallangan. Qarab qayli, yani aldığımızdaki bu yıllarda mana shundaq talant-taraj qilishimiz kerak. Butunlay bizning vatanimizdagi eng jon tomirimiz bo'lgan energiya, qazilma boyliq. Bu boyliqning ichiga butun oltin, kumush, hammani kan boyliqlarimizni qo'shaylik, buni tasavvur qilib boqaylik. Hisoblash iqtidori bo'lgan kech kunduz 24 soat sun'iy aqlni ishlatib turib, burun inson kuchi bilan bulantalan qilgan bo'lsa, bo'lgan texnik tez sur'atda bulantalan qilishning yo'llarini yo'l qo'yibdi. Xitoy tashviqot vositalari mazkur plan va kelishimlarni burunqidakla atalmış Şinjanga yordam berish, gullantirish degandek iboralar bilan pardozlagan bo'lsa-mu, imzolangan turlarga asoslanganda yanada Uyg'ur majburiy amgaki Sharq Turkistonning qazilma boyligini va energiya boyligini texnik keng ko'lamda talant-taraj qilish qatorliq jinoyatlarni texnik kuchaytirish ekanligini ko'rib olish tasammiz. O'ylab qo'ying, Xitoyning nomussizligi, axloqsizligi, yani dünya o'ylab qo'ying. Shunchavala boyliqlarimizni bulantalan qilib, to'xtovsiz holatda talant-taraj qilib, sinib yiqayotgan biz bo'laydi. Uning kendi nomussizlarcha tilga olgan shuar qarab boqaylik. Şinjanga yordam berish, gullantirish. Yani nomussizlar bu boyliqlarimizni bütün kan qizilin boyliqlarimiz odam kuchi, son-sanoqsiz yoshlarimizni opirib, naminaldi. Qul qilib ishiltisan. Bu zaminning hisobsiz boyliqlarini talant-taraj qilasan. Seni bilgan dunyoga patquzmayotgan, samirtiyotgan, seni dunyoga hökürtiyotgan bizning boyliqlarimiz, uning endi nomussizlarcha men shunga yordam berish uchun keldim, gullantirish. Bundan nomussizlar bo'lardi. Mushunchilik pastkashlar bo'lar. O'ylab qo'ying.